Salom, sizga bitta savol. Muzlatgich, televizor yoki telefon olayotganda eng katta muammo nimada? Qarz yoki kredit olishga majbur bo'laman. Ko'proq to'lov xizmatlari bo'lsa juda ajoyib bo'ladi. Narxlar baland ekan, bir to'lashda ola olmayman. Xo'p, demak sizga hamyonbop narx va bo'lab to'lash imkoniyati kerak, to'g'rimi? Unda Smart do'kondagi Alif Juma aksiyasi aynan siz uchun ekan. Keting ko'rib chiqamiz. Mana biz Smart maishiy texnika do'konidamiz. Bu yerda 4, 5, 6 aprel kunlari Alif Juma aksiyasi bo'lib o'tadi. Eng arzon muddatli to'lov narxlarini ko'rib chiqamiz. Smart 32 li televizor 12 oyga 114 ming so'mdan. Smart Android 43 televizori 12 oyga atigi 219 ming so'm. Redmi Note 13 oyga 219 ming so'm. Samsung Galaxy M35 oyga 279 ming so'm. 12 talik Ember 12 oyga 348 ming so'mdan. Tesla 18 inverter 12 oyga 519 ming so'm. Zifir xalziliklari 12 oyga 265 ming so'mdan. Bular hali hammasi emas. Muzlatgichlar, kriush mashinalari, changitgichlar hammasi qulay bo'lib to'lash narxida. Smartda narxlar juda arzon ekan. 12 oyga to'lab olsa, biz fuqarolarga juda yengillik bo'lar ekan. Men kriush mashinasi olmoqchi edim. Atiga 159 ming ekan. Siz ham shunday qulay narxlarda texnika olmoqchimisiz? Unda 4, 5, 6 aprel kunlari Smart do'koniga tashrif buyuring. Hamyonbop bo'lib to'lash narxlari faqat 3 kun davom etadi.